Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana strategik mayt o'yinlarining boshqacha o'zimiz o'ylab topgan usulni qilamiz. Mana bu yerda demak zarik bor. Zarik tashlaymiz. Nechta tushsa, demak 5 ta tushsa, 5 tasini qo'yib chiqamiz. Tayyormizmi? Kim boshlaydi? Men. Boshla. Tashlasang. Tashladimmi? 4 mi? 4 deb aytdi. 4. Bitta. Omadli. Sen omadli emassan-da. Omadli bo'lsang, erta katta salsab tugatish kerak. Ko'p. Tashla. Yana bitta. 6 ta. Endi 6 tani kiritish kerak. 6 ta yetmaydi-ku. 1 2 ta. 3 Qolmadi. Demak, bu o'yinda demak birinchi kimniki tugasa o'sha g'olib bo'lardi. Muslima nima bo'ldi? G'olib bo'ldi. Birga bir qillaringmi? Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz. Bolajonlarga mana shunday qilib o'yin o'ynashni nima qilamiz? Tavsiya qilamiz.